Xitoydagi Tungan musulmonlari Uyg'urlarga o'xshash zulmga qilishidan ansirmoqda. 17 fevral Thomson Reuters Foundation News torbetining xabarida bildirilishicha, Xitoy o'lkalarida yashayotgan Tungan musulmonlari o'zlarining Uyg'ur musulmonlariga o'xshash Xitoyning zulm va bostirishlariga qilishdan ansirmoqda. Xabarda bu yil beshidan boshlab Xitoy Guangdong va Gansuda yashayotgan Tungan musulmonlarining masjidlarida farzandlariga diniy tarbiya berishini cheklaganligini, Tungan musulmonlarining Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur musulmonlariga elib berayotgan qattiq bostirish siyosatini Tungan musulmonlarga elib berishidan ansirayotganligini, Xitoy doiralari bu yil Xitoy chog'ini harpisida Guangdongning Guangxi nahiyasida quramiga yetmagan bolalarning diniy faoliyatga qatnashishini cheklaganligini, Xitoyning bu cheklamasi Xitoy yaqinda e'lon qilib, Sharq Turkistonda ijro qilayotgan diniy cheklama qonuni bo'yicha chog'andan keyinmi davomlashadigan yoki davomlashmaydiganligini bilmaydiganligini oshkorlagan. Xabarda Lifamillik Tungan muxbirga Tungan musulmonlari o'ltiraqlashgan rayonlarda Xitoyning dinga qarshi elib bormoqchi bo'lgan cheklamalari Xitoy tashviqot organlari tomonidan kuchab tashviq qilinayotganligini, Xitoyning bu masalada niyati yomon deganlarini bildirgan. Qashqarda Xitoy tarafidan qo'lga ilingan jamiyatda ta'siriga ega kishilarning tizimligi va kesilgan vaqti. Turkiyada yashayotgan tijoratchi Abdurahmon Hasan apandi tövandagi uchurni ta'minladi. Uyg'urlar ichida ko'zga ko'ringan tövandagi tijoratchilarning Xitoy doiralari tarafidan hech qanday gunohsiz holatda tutqun qilinganligini bildirdi. Ularning tizimligi tövandikcha: birinchi qurilish savdogari Kerim Dafa 15 yil. İkinci Sadiq Soda Sarayı'nın xo'jayini Urayim Abdukerim 11 yıl. Üçüncü Ordu Mehman Sarayı'nın xo'jayini G'ani Abduxaliq 8 yıl. Dördüncü Hidayet Soda Sarayı'nın xo'jayini Hidayet Hacı 8 yıl. Beşinci Zagar G'upur Hacı 8 yıl. Yuqorqi kishilarning urug' tuqqanlari norozilik bildirib, Urumchidan advokat taklif qilgan bo'lsa-mu, advokatlar Qashqarga yetib kelgandan keyin Xitoy saqchi doiralari ularga tahdid selib, kelgan advokatlarga hech qanday deloni ko'rsatmay, bir qancha kun nazarband qilib kelgan joyiga qaytarib o'tgan. Shundaqla yuqorqi kishilarning da'vo qilish ehtimoli bor bo'lgan barliq tuqqanlarini atalmish tarbiyalash markaziga qamab qo'ygan. Shundaqla yuqorqi kishilarga kesilgan jazosini eg'iz orqali uqtirib, qo'liga hukm qog'ozi bermagan. Yuqorqi tafsiliy uchurni ismini oshkorlashni xohlamagan, insoniy tuyg'usi bor bo'lgan bir Xitoy siyosiy qonun kadri yetkazgan bo'lib, ishonchli ma'lumot. Xitoy doiralari Abdujalil Hojimni 2017 yil 3-oyning 11-kuni intizom tekshirishining tutqanligi, 3-oyning 29-kuni Xitoy doiralari yig'inda e'lon qilgan. Undan boshqa Xitoy Qashqardagi nurg'un danglik korxonachi, savdogar va diniy o'lima, jamoat arbobi qatorliqlarni tutgan bo'lib, tutilganlardan hozirgacha izdiriki bo'lmaganlar zo'r ko'p sonni tashkil qildi ekan. Tövanda ismlari e'lon qilingan, lekin izdiriki bo'lmagan bir qism kishilarning tafsilotini diqqatingizga sunamiz. Birinci Sultan Soda Sarayı'nın qurg'uvchilaridan Abdug'upur Sultan. İkinci Sadiq Soda Sarayı'nın qurg'uvchilaridan Sadiq Hacı. Üçüncü Arzu Mehmanxonasi xo'jayini G'ulam Hacı. Dördüncü Tashqi Soda tijoratchisi Sultan Rozi. Beşinci Beşxil metal tijoratchisi G'ulam Aziz Hacı. Altıncı Danglik tijoratchi Shirvajim. Yettinci Shekar top tijoratchisi Qosimjon. Sekizinci Danglik Tashqi Soda tijoratchisi Tavakkul. Yuqorqi 6, 7, 8 kishilar Qashqar Nazarbog' Yeza Galvang mahallasidan. 9 Saxovatchilar jamiyatini qurg'uvchi Osman Niyoz. 10 Hetka masjid imomi Xotibi Abduqodir Mahsum. 11 Hetka masjid imomi Mutavalli Tahir Qarajim. 12 Sobiq Qashqar diniy maktab o'qituvchisi danglik o'lima Muhammad Emin Seyd. 13 mashhur o'lima Abubakr Qorim. 14 Qashqar shahar Nizarbog' Yeza 11 kentdan Abduqayyum Tavakkul. 2017 yılı 5. ayda Xitoy tarafidan tutilib, hozirgacha izdiriki yo'q. 15. Qashqar shahar Jonqo'rg'on mahallasidan Ro'zi Hojim Matrihim. 16. Abdurahmon Hasanning akisi Ahmadjon Hasan, inisi Abduqayyum Hasan. Tag'isi Hushur Abdullah qatorliqlar chet elga bir qancha qitim chiqqanlik sababli hech qanday jinoyat yo'q bo'lsa-mu tutqun qilingan. 17. Qashqar shaharlik diniy ishlar idorasidan Fazilat Bakri bilan Abdurahmon Hasanning ukisi Abduqayyum Hasan, Abdurahmon Hasan o'zining onasi va ayolini Xitoydan etib berishini talab qilib, xalqaroda o'tirg'i chiqqandan keyin Xitoy tarafidan tutqun qilingan. Dulqun Aysa Turkiya bosh ministri Binali Yildirim bilan ko'rishdi. 16 fevral Dünya Uyg'ur qurultiyi raisi Dulqun Aysa apandi Germaniyaning Myunxen shahrida davlat ishlari ziyoratida bo'layotgan Turkiya bosh ministri Binali Yildirim bilan ko'rishdi.
Ko'rishda Dulqin Aysa apandim Uyg'urlarning Xitoy tarafidan diniy, milliy jihatlarda bostirish elib borgan vaziyati aks ettirilgan bir parcha arxivni ministr Binali Yildirimga taqdim qilgan. Hamda Turkiya hukumatining Turkiyadagi Uyg'ur muhojirlariga ega chiqib, vatandoshlik berganligi va ularning Turkiyada turishga izn berganligiga minnatdorlik bildirgan. Trumpning 6 musulmon davlatga qo'ygan sayohat cheklamasi sud mahkamasiga taqaldi. Virginia Federal norozilik arzi sudi Amerika prezidenti Donald Trumpning sentabrda e'lon qilgan va 6si musulmon bo'lib 8 davlatga qo'ygan sayohat cheklamasini asosiy qonunga xilof deb hukm qildi. Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, ma'lumotlarga qaraganda norozilik arzi sudi Trumpning nupusining ko'pinchisi musulmon 6 davlatni o'z ichiga olgan 8 davlatning fuqarolariga qo'ygan sayohat cheklamasini asosiy qonunga xilof va islomning sha'niga dog' tekkizishga urinish deb hukm qilgan. Bosh sudchi Roger Grigori bu haqda e'lon qilgan bayonotida Trumpning ham rasmiy bayonotlarida ham ommaviy o'rtoqlashish to'r betidagi sahifalarida musulmonlarni nishon qilgan so'zlarini naql keltirgan. Amerika Fuqaroviy erkinliklar birligining bu haqda e'lon qilgan bayonotida 4ga qarshi 9 ovoz bilan qabul qilingan qarorning nihoyatda ijobiy qarshi e'linganligini, bu hukmning boshqa sud mahkamalari uchunmi ulgu bo'lishini umid qildiganliklari bildirilgan.